Alaykum Islom Mobile obunachilari. Bugun biz sizlarga sveji kirib kelgan tovarlarimiz obzorini qilib beramiz. Inshaalloh narxlar bomba, sitga tushgan. Oxirigacha ko'ringlar, tavsiya qilamiz, afsus qilmaysizlar. Bizning ma'zilimiz so'ragan murojaatlarimiz uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Xonaqo masjidi ro'barasida joylashgan. Telefonlar ma'qul kelsa bizga Telegram orqali murojaat qilsalar, biz sizlarga telefonni video obzor qilib tashlab beramiz. Telefon ma'qul kelsa 200 ming so'm klik orqali bizga pul to'lov qilasizlar. Telefon biz orqali sizlarga jo'natib beramiz. Telefonni qo'llaringga olgandan keyin tekshirib, telefon ma'qul kelsa, qolgan to'lovlarni qilib berasizlar. Xo'p, biz telefonlarning obzorini boshladik. Diqqat bilan kuzatinglar. Bizda 16 Pro Max 512 talik 98% ziyonkiz holatlari tiniq holatda turibdi. Petnovlari, chaqachuqasi yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni biz sizlarga $1120 ga taklif qilamiz. Foydalanib qolinglar. Bundan tashqari 15 Plus smartfoni qora svetda 256 talik. 2 dona bor. 128 99% ziyonkiz. Ikkalasini ham $540 ga taklif qilaman. Foydalanib qolinglar. Narxlar skidga chegirmay tushgan smartfonlar. 14 Plus 93% ziyonkiz 128 talik. $490. Petnovlari, chaqachuqalari, holatlari tiniq holatda turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. 16 Pro smartfonlarimiz 2 dona natural titanium 128 talik 92% ziyonkiz. Holatlari tiniq holatda turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni sizlarga $840 dan taklif qilaman. Foydalanib qolinglar. 15 Pro smartfoni 128 talik 90% ziyonkiz. Imekalari, resimlari 100% o'tgan. $690. 15 ta o'zini xohlagan mijozlarimiz uchun 128 talik 86% ziyonkiz $515 ga. Petnovlari yo'q, tiniq holatda turibdi bu ham. 14 Pro so'ragan mijozlarimiz uchun 1 dona korobkalisi, 2 dona bez korobka. Holatlari o'ta ham tiniq holatda turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. 1 dona gold, 2 dona purple svetida. Buni $550 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul 12 ta viloyatga. Biz pochta orqali chiqarib beramiz. Xo'p, 14 o'zi 128 talik 85% ziyonkiz. Petnovlari yo'q. Ideal holatda turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. $390 ga taklif qilamiz. Foydalanib qolinglar. Bunaqa narxda hech kim sizlarga bunaqa smartfonni bermaydi. 13 Pro smartfoni 256 talik, holatlari tiniq, ideal turibdi. $465 dan ma'qul kelganini aloqaga chiqsalaring, dastavka orqali chiqarib beramiz. Bundan tashqari 13 smartfon, iPhone 13 128 talik 97% ziyonkiz. Uncha ishlamagan yangi telefon. $335 ga chiqarib beramiz. 12 Pro so'ragan mijozlarimiz uchun 3 xil svetda bor. Ishlangan, qilingan joylari yo'q. Holatlari o'ta ham a'lo darajada turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. $355 dan qilib beramiz buni. 12 ni o'zi tiniq holatda bu ham. Smartfon nok holatda turibdi. $320 dan taklif qilamiz. Foydalanib qolinglar. 11 Pro so'raganlar uchun holatlari o'ta ham a'lo darajada. Ko'rishlaringiz mumkin. 64 talik 93% ziyonkiz, 91% ziyonkiz. Gold svet. Buni sizlarga $280 dan chiqarib beramiz.
M33 smartfon o'tgan safar ham obzor qildik, bu safar ham qilamiz. Bu yangi kirib kelgan tovarlarimizdan so'rov bo'lgani uchun yana olib kirdik. Hatto salafallari ham olinmagan, yangidek holatda turibdi. Buni 3 xil sveti bor. Ko'rishlaring mumkin. Buni $125 dan skidkada qilib beramiz. Optim ishlamoqchi bo'lganlar murojaat qilinglar. Optimga sal arzonroq qilib beramiz. Foydalanishga, xudo xolasa. A53 smartfonimiz. Salafallari daji olinmagan, yangidek holatda turibdi. Ko'rishlaring mumkin. $155 ga dastavka qilib beramiz. A25 smartfoni. Qilingan, shilingan joylari yo'q. Ideal holatda. 2 xil svetda bor. Buni $140 ga taklif qilamiz. Xo'p, A34 smartfoni, bu ham 2 dona, 2 xil svet. Salatvi hamda ko'rishlaring mumkin. Buni $150 ga sizlarga qilib beramiz. A24 smartfoni, bu ham 2 xil svetda bor. Buni ham salafallari olinmagan, e'tibor qilasizlar, dashi yangidek holatda turibdi. Smartfonlarda artib ulgurmadik, yangi kirib keldi. $135 dan qilib beramiz. Xo'p. S22 8256 tali 3700 amper. Holati o'ta ham a'lo darajada. $280 ga skidga tushgan smartfonlarimizdan. S22 Plus'da o'zi ham bor. Ko'rishlaring mumkin. White oq svet. Holatlari o'ta ham a'lo darajada. Buni ham skidga narxda $280 ga olishlaring mumkin. The Flip 3 ixcham smartfon so'raganlar uchun smartfonimiz a'lo darajada, petnolari ham yo'q. Ko'rishlaring mumkin. Buni sizlarga $200 ga taklif qilamiz. Xo'p, M33 smartfoni 2 xil svetda bor. Holatlari a'lo darajada, petnolari ham yo'q. $120 dan olishlaring mumkin. Daji salafallari ham olinmagan. Shu gapni ko'p gapiryapman. Salafani olinmaganda, tiniq holatda turgan smartfonlar bular. Note 10 Plus 4300 amper, 12 ga 256 talik, holatlari tiniq holatda turibdi. Bu telefonlar, bu smartfonlar O'zbekistonda hali ishlamagan, Koreyadan kirib kelgan. Note 10 Plus. Buni $210 ga taklif qilaman, foydalanib olinglar. Note 20 ni o'zi 8256 tali 4300 amper, holatlari o'ta ham a'lo darajada. Qilingan, shilingan joylari yo'q. Bir donasida bu yerda petnosi bor ekan. Bu ham just strashniy emas, ozgina latliga. $230 ga olishlaring mumkin. Note 9 ideal holatdagisi. $155 dan taklif qilaman, foydalanib olinglar. S23 Plus 8256 tali 4700 amper. Tiniq holatda turibdi, qora sveti bilan 2 xil svetda bor. Buni $410 ga olishlaring mumkin bizdan. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul. Note 20 Ultra smartfonimiz 12 ga 256 talik bo'ladi, 4500 amper. Holatlari o'ta ham a'lo darajada. Tiniq holatda turibdi. Qora svetini shu yerda ozgina petnosi bor. Buni ikkalasini ham $310 dan taklif qilaman. Foydalanib olinglar. Qolgan joylari tiniq. Shu yerda ozgina petnosi bor xolos. Xo'p, ixcham smartfon so'ragan mijozlarimiz uchun qo'lga ham mushniy tushadi, ishlatishga qulay. 17 Air hozir modada, o'shanga o'xshash smartfon 25H 12 ga 256 tali 3900 amper. Buni sizlarga $680 ga taklif qilaman. Foydalanib olinglar. Yangidek holatda turibdi.
Xo'p, 23 Ultra 12256 5000 amper holatlari ham o'ta a'lo darajada tiniq holatda turibdi. Ko'rishlaring mumkin. $535 ga olishlaring mumkin bizdan. 24 Ultra 12256 5000 amper holatlari zo'r, petnosa shilingan, qilingan joylari yo'q. Smartfon nok holatda turibdi. Ko'rishlaring mumkin. $700 foydalanib olinglar. 25 Ultra so'ragan mijozlarimiz uchun korobkada yangidek holatda turibdi, uncha ishlamagan. Tiniq holat. $870 qilib beramiz. S24 512 talik 4000 amper shilingan, qilingan joylari yo'q, tiniq holatda. Ko'rishlaring mumkin. Foydalanib olinglar. $500 ga chiqarib beramiz sizlarga sitka narxda. Bundan tashqari S20F smartfonimiz 2 xil svetda bor. Holatlari o'ta ham tiniq holatda turibdi, shikalat. $175 dan O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul dastavkamiz orqali yetkazib beramiz. Hozircha bizda smartfonlarimiz shu. Yana yangi tovarlar kirib kelishda davom etyapti. Ularni ham obzorini sizlarga qilib beramiz. Xudo xolasa haftada 2 marta video qo'yishga harakat qilamiz. Ishimiz ko'p bo'lgani uchun bu safar shart cho'zilib qoldi. Kimga qanaqa smartfonlar kerak bo'lsa bizga murojaat qilinglar. Telegram orqali yoki-da shu pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilinglar. Albatta javob beramiz. Bundan tashqari Optim ishlamoqchi bo'lganlar aloqaga chiqinglar. Narxlarini ancha arzon qilib beramiz. Maza qilib sotib foydalanasizlar. Bizni kuzatganlar uchun kattakon rahmat. Kamchiliklar uchun uzr. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Like va podpisatsiyani hech qachon unutmanglar. Biz qo'llab-quvvatlaylar. Biz har doim sizlar bilan birgamiz. Islom Mobile obunachilari har doim nomor 1.